Assalomu alaykum hurmatli savoqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun fiqh darsligimizning 27-darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda roza haqida to'xtalamiz. Ya'ni roza degan nima? Buning islomdagi o'rni nima? Uning hukmlari, ya'ni sunnatlari qaysi, makruhlari qaysi, rozani buzg'ich ishlar qaysi? Bu haqida to'xtalamiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. As-savm, roza. Savm deganimiz arab tilidagi lug'at ma'nosi tutish degan ma'noda. Masalan, bir gapdan to'xtashni nima deymiz? Savm deymiz. Masalan, Alloh taolo Maryam alayhissalomning xabarini berib, "Inni nazaratu lir-rahmani savma" deydi. Men Rahman taologa gap qilmaslikqa, ya'ni Rahman taolo uchun gap qilmaslikqa nazr berdim deydi. Ya'ni Alloh taologa nazr qildim deydi. Bu yerdagi savma degan gap qilmaslik, ya'ni tutilish, to'xtash degan ma'noda. Demek savm to'xtash degan ma'noda. Buning shar'iy jihatdagi ma'nosi Ramazon kunduzlari, ya'ni belgilangan vaqt ichida yeb ichish va jinsiy munosabatdan to'xtashni ko'rsatadi. Endi ro'zalarning ichidan farz ro'za va xuddi Ramazon ro'zasiga o'xshash, vojib ro'za va xuddi nazr ro'zalarga o'xshash, sunnat ro'zalar xuddi Arafat kuni ro'za tutish, Shavvoldan 6 kun ro'za tutishga o'xshash, shundaqla makruh ro'zalar bor. Biz ro'zaning tafsilotlari bilan old bilan bir tunishib chiqib o'tib, undan keyin biz ro'zaning kimlarga vojib bo'lganligi bu haqida to'xtalamiz. Ro'zaningki farz bo'lganlari bor. Masalan, qaysi? Muayyan farz bo'lgani Ramazon oyida ro'za tutish. Ya'ni muayyan cho'qim Ramazon oyida ro'za tutishimiz farz. Endi farz bo'lgan ro'zaning ichida muayyan bo'lmagan farz ro'zalar bor. O qaysi? Ya'ni Ramazonning qazosi. Masalan, bir odam safardakan yoki kasalkan Ramazonda ro'za tutolmabdi. Bu odamga ro'za tutish farzmi, farz emasmi? Farz. Qachon farz? Muayyan emas. Chiqib Ramazon chiqib ketgandan keyin tutib olsa bo'ladi. Ya'ni uningga ro'zaning farzligi muayyan bir palani vaqtda emas. Biz buni g'ayri muayyan deb ataymiz. Ikkinchisi vojib ro'zalar bor. Vojib ro'zalarmi muayyan va g'ayri muayyan deb ikki turga bo'linadi. Muayyan bo'lgan vojib ro'za nazr muayyan. Ya'ni bir odam men Sha'ban oyida 15 kun ro'za tutishni Allohga nazr qildim degan bo'lsa, u odamga 15 kun ro'za tutish shu Sha'ban oyida vojib bo'ladi. Qanday vojib bo'ladi? Muayyan. Cho'qim Sha'banning 15 kuni bo'lishi kerak. Boshqa kun tutsa hisob emas. G'ayri muayyan-chu desa nazr g'ayri muayyan. Ya'ni muayyan shaklda, g'ayri muayyan shaklda, mutlaq shaklda nazr qilgan bo'lsa, men Alloh taolo uchun 15 kun ro'za tutaman deb nazr qilgan bo'lsam, menga ro'za tutish vojib bo'ladi. Qachon? Muayyan emas. Cho'qim hayotimning oxirigacha 15 kun ro'za tutishim menga vojib bo'ladi. Ya'ni nazrning ro'zasi vojib. Endi ro'zalar ichidan tatavvu, naflilari bor. Naflilari deganimiz, ya'ni sunnat, mustahablarni ko'rsatadi. Bu sunnat bo'lgan ro'zalar qaysi desa, bunun ichida sunnat bo'lgan ro'zalar siyam Ashura ma'at tasi. Ya'ni Ashura kunisi 9-kunisidan qo'shib ro'za tutish masnun sunnat, ya'ni ta'kidlangan sunnat. Endi mandub, ya'ni mustahablaricha yoki ta'kidlanmagan sunnat bo'lgan ro'za tutish qaysi desa, dushanba va payshanba kuni ro'za tutish. Yana shuningdek Shavvoldan 6 kun ro'za tutish, Arafat kuni ro'za tutish. Bu nima? Mustahab bo'lgan ro'za. Undan keyin mutlaq nafl ro'zalar bor. Masalan, makruh bo'lmagan kunlarda o'zimiz xohlagancha ro'za tutsak, bu nafl bo'ladi. Undan keyin makruh ro'zalar bor. O makruhning ichida tahrimiy bo'lgan makruhlar bor, haromga yaqin makruhlar bor. O qaysi? Masalan, 2 hayit kunisi ro'za tutish makruh tahrimiy. Shundaqla Qurban hayit kunisi tashrih kunlari, ya'ni Qurban hayitining 3-kunigacha ro'za tutish makruh tahrimiy. Shak kunisi, masalan, Sha'banning 29-kuni tushab, 30-kunisi shak bo'lib qolsa, Ramazonning kirganligi yoki kirmaganligi, bu kunda ro'za tutish makruh tahrimiy. Undan keyin makruh tanzihi bo'lgani Ashura kunisi tasiyani, ya'ni 9-kunni qo'shmay ro'za tutish. Yoki visal ro'zasi masalan, ya'ni orqa-marqa uvlab tutish. Bu makruh ro'za.
Cuma günü yalğız roza tutuş. Bu mekruh. Şembe günü yalğız roza tutuş. Bu mekruh. Tenzihi. Şundaqla ayol kişinin nafl rozini erining ruxsatisiz tutishi makruh tahrimi. Mana bu rozalarninki turlari. Endi biz rozaninki vacib bo'lish haqidagi hukmlariga kiramiz. Oldi bilan roza tutquchininki shartlari haqida to'xtalamiz. Birinchisi roza tutquchininki birinchi sharti musulmon bo'lish. Ya'ni islom roza tutquchininki birinchi sharti. Bu vacib bo'lish shartimi yoki ado bo'lish, to'g'ri bo'lish shartimi? Har ikkilisi. Ya'ni musulmon bo'lmagan odamga roza vojib emas. Musulmon bo'lish vojib. Agar musulmon bo'lmagan odam kofir roza tutsa, to'g'rimi bo'lmaydi. Shunga bu shartu vujub va shartu sihha. Vojib bo'lish va sahih, to'g'ri bo'lish sharti. Ikkinchisi aql. Aqlmi rozaninki vojib bo'lish va to'g'ri bo'lish sharti. Masalan, sarangdan birisi roza tutsa, to'g'ri bo'lmaydi. Uning ro'zimi uchun vojib emas. Nima uchun sarang zo vaqtida zo yeb, iftor vaqtida iftor qilsa, nima uchun uning ro'zasi to'g'ri bo'lmaydi? Chunki sarangda niyat yo'q. Ro'zada niyat shart. Biz buni tuanda so'zlaymiz. Ikkinchisi balog'atga yetish. Balog'atga yetmagan odamga ro'za vojib emas. Ammo tutsuchi to'g'ri bo'ladi. Unda bo'lsa buningki balog'at degan bu shart sihhamikan yoki shart vujubmikan? Shart vujub. Onundan keyin hez ve nifaslar bo'lmaslik. Bu hem şart vücub hem şart siha. Ama şartı vücubul ada ma'u. Şundaqla şart siha. Yani onunğa rozini ado qilish vojib emas, ama vojib. Ado qilish vojib emas. Yani bu deganlik hezni saqaygandan keyin tutishi vojib. Hezlar holatida tutish vojib emas. Agar hezlar va nifaslar ro'za tutib qolsa, to'g'ri bo'lmaydi. Bu makruh tahrimi. Şuna şartul lissiha to'g'ri bo'lishning sharti va li vujubul ada ado qilishninki vojib bo'lish sharti. Sharti vujub emas. Ado qilishning vojib bo'lish sharti. Ya'ni shu vaqt ado qilish vojib emas. Beshinchisi kasal olmaslik va safar qilgan musofir bo'lmaslik. Ya'ni saq va muqim turgan bo'lish bumi sharti. Sharti vujubmi yoki sharti sihhami? Sharti vujub. Ya'ni vojib emas. Amma tutib qolsa to'g'ri bo'laveradi. Agar qiynalib qolmay qolsa tutish yaxshi. Endi bu vojib emas deganlik keyin tutmasin bo'lamdi? Yo'q. Shunga biz buni shartu vujub lam demay, shartu vujubul ada. Ado qilishning vojib bo'lishi sharti. Ya'ni shu vaqtda ado qilishi vojib emas. Shunga biz shartu vujubul ada deymiz. Undan keyin niyat. Niyat shartu sihha. Yani niyetsiz holatda, mesela bir adam uxlabdi, kashlikda, ertaganda soat kun chiqqanda uyg'onibdi. Men ertaga hech nima yemagandan keyin bugun ro'zaga niyat qilib atay deb tutsa, to'g'ri bo'ladi bo'lmaydi. Bo'lmaydi, lekin buni tafsiloti bor. Qanday tafsiloti bor desanglar? Ramazonda bu to'g'ri bo'ladi. Şundaqla mesela yan taraf qaranglar, ahkamun yani niyatning hukmlari ma yathbutu fi zimma. Va bizning gavdanga tushgan ro'zalar. U qaysi? Ramazonning qazosi masalan. Shundaqla kafarat ro'zalari. Qasamga kafarat ro'tay deb, ro'za tutgan bo'lsa kafarat ro'zalari har xil tur, qaysi xil tur olsun kafaratninki. Va mutlaq nazari. Men Alloh uchun 10 kun ro'za deb nazar qilgan mutlaq, muayyan vaqti yo'q, mutlaq nazari. Bundaq ro'zalarninki fala yajuzu sawmu zalik illa bi niyatin min al-layl. Chuqum akşam yatqa vaqtda ertasi ro'za tutishni niyat qilgan bo'lishi kerak. Diqqat, bizning gavdanga tushgan qazo ro'za, kafarat ro'zasi, nazr ro'zalarini chuqum akşam yatqa vaqtimizda ertasi ro'za tutishni niyat qilgan bo'lishimiz kerak. Agar bir odam uxlabdi kashlikda, ertagini kun chiqqanda qo'pabdi, hech narsa yemabdi, mening qazo ro'zam batdi, bugun kashki tomoq yemay, shuning hisob bo'lsin desa, hisob bo'lamdi? Bo'lmaydi. Ammo ma yataallaqu bi zamanin bi'ayni. Ammo bir vaqtga aloqador bo'lgan, ya'ni vaqtga bekigan, vaqt bilan shart bo'lgan. Masalan, Ramazon ro'zasi faqat Ramazon Eidila farz bu. Ondan başqa muayyan nezri. Men
oldimizdagi oyning 13-sida ro'za tutaman deb nazar qilgan bo'lsam, uning nimasi bor? Vaqti bor. Demak, muayyan vaqti bor ro'zalar. Shundaqla nafla. Mayli nafla mustahab bo'lsin. Xuddi biz bayat mustahabni so'zlagandek. Ya'ni dushanba kuni yoki payshanba kuni tutamiz masalan, shunday sunnat, mustahab. Shu ro'zalar bo'lsin. Bu ro'zalar yasihhu bi niyatin min al-layl. Kechidan tatib qanday qilgan bo'lishi, niyat qilgan bo'lishi qachongachilik? Ila ma nisfin nahar. Ammo buning vaqti qachongachilik? Kunduzning yarmigachilik. Kechda niyat qilgan bo'lishi kerak, ammo ertasi tushqichilik niyat qilib olsin bo'laveradi. Ya'ni bir odam uxladi. Qana qildi? Ertasi soat 10 bo'lganda uyg'ondi. Men bugun dushanba ekan. Sunnat ro'zani bir tutay deb kechgacha hech narsa yemagan bo'lsa, to'g'ri bo'ladi. Shundaqla Ramazon ekan, kechda uxlabdi, ertagini zo'siz qapti. Kechga niyat qilsa-ku bo'ladi. Shunda kechga niyat qilmadi, ro'za tutishni ma'qul. Ertasi uyg'onibdi, bugun Ramazonlikni o'qibdi. Soat 10 bo'lgan chaqda Ramazonlikni o'qibdi. Ertaga hech narsa yemabdi. Unda o'zi men kechgacha hech narsa yemay, bugun Ramazonga hisob bo'lsin desa bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, muayyan vaqtga aloqador bo'lgan ro'za. Shundaqla barliq mustahab, sunnat, hatto makruh ro'zalarmi uni qachongacha niyat qilsak butgan, oqshomdan tortib ertasi tushqichilik. Ammo muayyan vaqtga aloqador bo'lmagan bizning gadanga tushgan ro'zalar. Qazo ro'za, nazr ro'za, ya'ni mutlaq nazr ro'za, bunday ro'zalarda cho'qim oqshom qana qilamiz? Niyat qilamiz. Ertagan zo vaqtigachilik niyat qilsak bo'ladi. Unda undan keyin niyat qilsakchi bo'lmaydi. Kunduzlik niyat qilib qolsak bo'lmaydi. Bu niyatga aloqador bo'lgan hukm. Endi Ramazonning kirishini qanday belgilaymiz? Nim bilan kiradi Ramazon? Ramazon Sha'ban oyidan keyin keladi, shundaqmi? Unda bo'lgan ekan, Ramazonning kirishi oldi bilan qanday qilamiz desanglar, oldi bilan biz Sha'ban oyining 29-kuni kech oyga qaraymiz. Chunki hijriya oylari ba'zi 29 kun bilan oyoqlashadi, ba'zida 30 kun bilan oyoqlashadi. Shuning uchun biz 29 kun kech, ya'ni 30 degan kunisi kech oyga qaraymiz. Agar osmon bulutsiz, uchuq bo'lib qolsa, cho'qim buni nurg'un odam ko'rgan bo'lish kerak. Ya'ni 29 kuni biz oyga qaradik, nurg'un odam oyni ko'rdi. Ya'ni Ramazon oyining oyini ko'rgan bo'lsa, ertadan boshlab Ramazon bo'lgan bo'ladi. Ya'ni ertasidan boshlab Ramazondan kirganligi isbotlangan bo'ladi. Bu biri. Endi 29 kun oyga qaradik, osmon bulutliq, tuman, oyni ko'rgili bo'lmadi. Bunda holatdimi, ammo bir odam ko'rib qapti. Yoki ayol kishi ko'ribdi. Musulmonken, ishonchli odamken, aqlliqken, balog'atga yetgan odamken. Bundaq bir odam ko'rgan bo'lsa hisob emasmi? Agar osmon bulutliq bo'lib qolsa, hisob. Ammo osmon uch vaqtda bir odam ko'rsa hisob emas. Chunki osmon uch vaqtda cho'qim uni nurg'un odam ko'rish kerak-da uni. Endi uchinchi xil ahvolda 29 kun oyga qaradik, osmon uchuq, hech kim ko'rmadi. Yoki osmon bulutliq, ya'ni hech kim ko'rmadi. Yoki osmon uchuq, bir odam ko'rdi. Hisob emas. Qanday qilamiz? 30-kuni, Sha'banning 30-kuni to'liq qilib o'tib, ertasi Ramazonning kirganligini tabriklaymiz. Ya'ni 30 kunni to'liq qilamiz Sha'ban oyi. Kitobini qarasanglar, dukhuluhu Ramazonning kirishi bi ru'yati jam'un kathir idza kana sama sahwan. Nurg'un kishilarning ko'rishi bilan Ramazon kirgan bo'ladi, agar osmon uch qilib qolsa. Osmon uch qolgan ekan, uni bir odamning ko'rishi yetmaydi. Nurg'un odam ko'rishi kerak. Endi idza lam takun as-sama'u sahwan, agar osmon uch qolmay qolib qolsa, bi sababi ghaym aw ghubar, bulut yoki tuman sababi bilan bi shahadati muslimin vahidin, adlin, aqilin, balig'in. Balog'atga yetgan, aqlliq, so'rang emas, adli, yaxshi odam bo'lish kerak. Uning yaxshi kishilar, yaxshi odam deb taraflagan ishonchlik, yaxshi bir donim musulmonninki guvohlik bilan Ramazon kiradi. Ya'ni bir odam, ishonchlik odamdan birisi yoki ayol kishi olsun, men ko'rdim desa, osmon bulut qilib qolsa, uning gapini olamiz. Ammo uch qolib qolsa-chu, olmaymiz.
raculen kana ev imra, hurran ev gayra. Er kişi olsun, ayol kişi olsun, hür olsun, kul olsun. Bu dini meselede okşaş. Üçüncüden, en oyunu kürenmedik. İza lem yural hilal, yani oy kürenmedik 29. günüsü. Ya ki osman uçuk bir adam kürepti. Yani hesap emez, kanda kalımız? İtmam Şaban 30 yıl. Şaban ayının 30 günü tuluk kılımız. Onun deyinken biz aygıma karamay Ramazan ayına kirip getimiz. Ramazanın çıkışı dese asasen okşamaydı ama bir taraf okşamaydı. Qaysi edsanlar? Ramazanın çıkışı İza lem tekunis sema'u sahvan. Yani osman qanday olmasa, uçuq olmasa, bulutluq yoki tuman sababin osmon uçuq emas bo'lib qolsa, bi shahadati adlayn. İkki adamning guvohlik bilan. Ya'ni osmon tuman. Bunda holatda ikki adam biz Shavvol oyininki oyini ko'rdik deb guvohlik bergan bo'lsa, yoki rajulun va imra'atayn, bir odam va ikki ayol kishi guvohlik bergan bo'lsa, shuning guvohligini elib hayit namozi o'qiymiz. Ramazanning 29 günüsü. Yani osmon qanday bo'lsa, uchuq bo'lsa. O'xshamaydigan tarafi mana shu. Ramazonni bir odam ko'rgan bo'lsa shundaqo uni e'tirof qildik. Ammo chiqib ketishda ikki odam yoki bir er kishi, ikki ayol kishi. Yoki osmon uchuqlab qolsa, nurg'un odam ko'rishi kerak. Bu Ramazonning kirishiga o'xshash. Endi ko'rg'ilomida ayni. Yoki osmon uchuqken uni bir er kishi ko'rapti. Shundaqo. Qanday olmaydi? Hesap emas. Shundaqla osmon uchuq emasken uni bir er kishi ko'rapti. Uchuq olmasa bir er kishi ko'rsa yetmaydi. Chuqum qancha adam ko'rsa, ikki adam. Bunda holatda qanday qilamiz? Ramazonni to'liq 30 kun tutib, ertesini biz ro'za deymiz. Demak, Ramazonning kirish va chiqish ahvoli mana bu. Unda bo'lsa vaqtlar bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Biz kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.